Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Jinoyat kodeksining ustuni bo'lgan 83-modda, ya'ni reabilitatsiya qilish uchun asoslar bilan tanishib o'tamiz. 83-modda Jinoyat kodeksida 3 ta banddan iborat bo'ladi. Men har bitta band bo'yicha umumiy tushuncha va misollarni keltiraman va mavzu oxirida huquqiy oqibatlari va ma'lum bir masalalar bo'yicha tushunchalar berib o'taman. Darslikni boshlashdan oldin podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang, fikringizni izohlarda qoldiring, like bosib qo'ying. Demak, boshladik. Jinoyat kodeksining 83-moddasi 3 ta banddan iborat bo'lib, har bitta band bo'yicha hozir tushunchani berib o'taman. Ya'ni birinchi bandi jinoiy hodisa yuz bermaganligi. Ya'ni, misol uchun, ma'lum bir shaxs bedarak yo'qolganligi holati yuzasidan ariza kelib tushdi. Bu holat bo'yicha tergov oldi tekshirish harakatlari o'tkazildi va u shaxs topilmagandan keyin Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lum bir tergov harakatlari davomida bu shaxs tirik, ya'ni soppa-sog' holatda uyiga qaytib kelganlik holati aniqlandi va bu paytda tergovchi Jinoyat kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoiy hodisa yuz bermaganligi, ya'ni qotillik holati yuz bermaganligi yuzasidan qaror qabul qiladi va jinoyat ishini tugatadi va shu bilan reabilitatsiya asoslaridan birinchi bandi ishlatiladi. 83-moddaning 2-bandi, ya'ni qilmishda jinoyat tarkibining mavjud emasligi. Bu juda ko'plab har kuni, har soatda O'zbekistonda har bir chekkasida qo'llaniladigan 83-moddaning eng mashhur bandlaridan biri. Bu uchun misol tariqasida tushuntirib o'tsam bo'ladi, sababi bu 83 bandi juda ko'plab holatlarga tushadi, har kuni qo'llaniladi. Deylik, ma'lum bir 168 yoki 167-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lum bir shaxs ayblanuvchi tariqasida jalb qilindi. Lekin tergov harakatlari davomida uning aybsizligi, ma'lum bir dalillar, argumentlar, guvohlarning so'roqlari va boshqa dalillar majburi bilan o'z tasdig'ini topgan taqdirda tergovchi jinoyat ishini 83-modda 2-bandiga asosan tugatish haqida qaror qabul qiladi, yoki jinoyat ishi butkul tugatiladi yoki o'sha shaxsga nisbatan bo'lgan qismi tugatilib, u reabilitatsiya qilinadi. Shuningdek, tergovdan tashqari sudlarda ham, masalan, shaxs aybsizligi aniq bo'lsa, ya'ni shu holatlarda unga nisbatan 83-moddaning 2-bandiga asosan reabilitatsiya, ya'ni oqlov hukmi chiqariladi. 83-moddaning 3-bandi, ya'ni jinoiy hodisaga daxldor bo'lmasa. Bu holatda ma'lum bir misol tariqasida tushuntiraman. Deylik, 169-modda, ya'ni o'g'irlik, ya'ni mol o'g'irligi holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, ma'lum bir shaxslar doirasi ayblanuvchi tariqasida jalb qilindi, lekin tergov harakatlari davomida ushbu mol o'g'irligiga uning, ya'ni shu ayblanuvchi tariqasida jalb qilingan shaxsning yoki shaxslarning aloqasi yo'qligi aniqlangan taqdirda tergovchi Jinoyat kodeksining 83-moddasi 3-bandiga asosan ularning qismini reabilitatsiya qiladi, ya'ni qismini tugatadi. Agar bu holat sudda, ya'ni jinoyat ishini ko'rish jarayonida yuzaga chiqsa yoki aniqlansa yoki isbotlansa, sud ham ushbu shaxslarning qismini 83-moddaning 3-bandiga asosan reabilitatsiya qiladi va oqlov hukmini chiqaradi. Shu bilan ma'lum bir tushunchalarni sizga yetkazdim degan umiddaman. Hamma bir jinoyat olamida, jinoyat protsessida nima bo'lishidan qat'iy nazar, odam oqlanishi uchun, ya'ni sudlanmagan bo'lishi uchun, ya'ni to'liq umuman jinoyat olamiga aloqasi yo'q odam bo'lishi uchun ushbu 3 ta band, 83-moddaning 3 ta bandi albatta qo'llanilishi kerak bo'ladi. Savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Fikringizni qanaqadir yoki yana boshqa qanaqadir videolar olish takliflari bo'lsa ham kommentariyalarda, izohlarda kutaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz bilan qoling.